Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan frontal pogrushchik ST200 haqida gaplashamiz. Pogrushchigimiz DIST brendi ostida ishlab chiqariladi va juda ham ko'p ishqibozlarga ega. Nimaga desangiz, Dusan, Infracore, Shandong. Bu pogrushchik Xitoyda yig'iladi. Shuning uchun o'ta hamyonbop narxlarda ekspluatatsiya qilinadi dunyo bo'ylab. Va Xitoyga bir tiyinga qimmat xulosa qilishga shoshilmanglar. Har bitta yig'ilayotgan pogrushchik kontrol kачества обратно Koreyaga borib o'tab, undan keyin dunyo bozoriga chiqadi. Dusan kompaniyasi 2007-yilda Xitoyning Shandong provinsiyasida zavod ochadi va Xitoy ichki bozori uchun frontal pogrushchiklar ishlab chiqarishni boshladi. 2012-yildan boshlab dunyo bozoriga ST200, 300, 380 modellar ishlab chiqarilishi boshlangan. Frontal pogrushchigimizda texnik xususiyatlari haqida gapiradigan bo'lsak, umumiy massasi 10300 kg ga ega va bu yerda 92 kilovatlik bichay motor joylashgan, 152 ot kuchini beradi va pogrushchikni 37 km/soatgacha tezlikni oshirib beradi. Pogrushchikning kovushi 1.9 kub объем, 3,5 tonnagacha nominal yuk ko'tarish, 5 tonnagacha bemalol yuk ko'taradi. Har bir pogrushchik uchun 15 xildan oshiq навесной оборудование bor. Bu degani nasatkalar, o'zlari sodda til bilan gapirganda va kovushchi o'zining 7 xil turi bor. Buni ko'tarish balandligi 3 metr. Aniq sonlar bilan gapiradigan bo'lsak, 2840 mm tashkil qiladi. Kabinamiz bu yerda juda ham shinam. Boshqaruv faqatgina bitta joystik orqali boshqariladi va qo'shimcha opsiyalar hisobida o'tga 360 gradusli kamera o'rnatib, monitor orqali 360 gradus obzorga ega bo'lish mumkin. Hammaga ma'lumki, Dusan kompaniyasining mahsulotlari spesifika bozorida yetakchi o'rinlarni egallab keladi. Bunga esa yagona sabab yillar davomida sinalib kelayotgan sifat kafolatidir. Eslatib o'tamiz, bizning kompaniyamiz O'zbekiston bozorida Dusan va Bobcat brendlarini rasmiy dileri hisoblanadi va faqatgina bizda eng malakali servis xizmatlari va original ehtiyot qismlar xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga bog'lanib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi.